Siz Toshpo'lat odamni baliq ishlamsiz. Tariximizda haqiqatan tushundirib bo'lmaydigan ishlar yuz berib baqqan. Davrning taraqqiyotga qayishib, nurg'ulg'an sirlar Toshpo'lat odam uchar taqsa degan fikrni bilishni boshladik. Dunyoda 50% yuqori odam Toshpo'lat odamni baliq ishindi. Ammo sizchi siz Toshpo'lat odamni baliq ishlamsiz, ko'z qarshingizda inkas rayoni qoldirib qo'ying. Bu tipdagi hikoyalarga qiziqmaydisangiz, bugun so'zlamoqchi bo'lgan 1947-yilda yuz bergan ishlar cho'qim bilishingiz kerak. Anglashlar qolgancha 1947-yil 7-oyning 2-kuni Amerikaning Roswell degan yerda bir fichar kemini chaqmoq etib bu kontrolni yo'qotib yachib ketibdi. Chib ketgan chog'da Night yuqori havas chiqarg'achqa yaqin atrofida turadigan Bryce degan odamning diqqatini qo'zg'atdi. Bu birinchi bo'lib naq maydonga borgan ham nurg'un sirliq metallni bayqagan. Bu yerda nimishqa sirliq metal deb desanglar, u xil metal Night yinik ham shaklni qanday o'zgartirsak u yangi boshlik shaklga qaytib keladi ekan. Bu xil metalni biz hozir Chi shu deb ataymiz. Bu yer so'zlab kelgan chog'da siz balkim unchalik sirliq emaskan-ku deb qarashingiz mumkin. To'g'ri, bizning turmushimizda Chi shu degan bu xil metal ko'p uchraydi. Lekin bu xil metalni tunji qatim bayqagan vaqti bo'lsa 1951-yil. U chog'da ham bekchi qadim diqqat qilmagan. 1963-yil kelgan vaqtda bu xil metal andan dunyo tarafidan qabul qilindi. Ham Chi shu deb nom berib haqiqiy foydalanishni boshladi. Bu yerda bir vaqt masalasi paydo bo'ldi. 1963-yil bayqalanib, andan keyin ishlatgan metal qandasiga 1947-yilda paydo bo'ldi. Bu savolga javob bera olsangiz inkas rayonga cho'qim qoldirib qo'ying. Bryce sirliq metaldan taxminan 400 metr atrofida intayin cho'ng ko'rib baxmagan bir uchar kemini bayqaydi. U o'zining ko'z oldidagi hamma narsadan intayin hayron qoldi. Bryce qaytib kelgan yoqqa soqchi idorasining boshlig'i George Werkasga doklad qildi. Brycening deganlarini anglab, soqchi idorasining boshlig'i Kesayd ishkini demay, shu zamonlar Roswelldagi havo armiyasining boshlig'i Masharga telefon qildi. Mashar naq maydonga yetib borgandan keyin u intayin hayron qoldi. Havo armiyasining boshlig'i bo'lgandan keyin u ko'z oldidagi bu narsaning hech qanday tipdagi arplanga tushmaydigini aniq bildi ekan. Shunlashqa u shu zamon 50 kilometr bo'lgan doiraning hammasini pechatlaydi. Bu qatimliq bayqashda uchar kiyimdan boshqa yana 3 tal Toshpo'lat odamning jasadini bayqaydi. 7-oyning 8-kuni Roswellning kundalik xabar gazetida havo armiyasi biz uchar kiyimi ham Toshpo'lat odam bayqadik deb xabar qildi. Bu xabar chiqqan shu zamon degandan Amerikani zilzil qo'zg'aydi. Ham butun dunyoning diqqatini tortdi. Lekin faqat 6 soatdan keyin darajasi texnik yuqori bo'lgan General Roach bu ishlarni butunlay qo'lga oldi. Ham shu zamonlar muxbirlarni to'lab qaytadan doklad qildi. U qo'l ostida ishlaydigan askarning bir cho'ng xatolik o'tkazgandan kechirim so'raydi. Ular bayqagan uchar kiyimi degan narsa faqat bir havo shayi xolos. Buningni boshqa hech qanday tushuncha bermaylar muxbirlarni tarqitib yetadi. Sizningcha bu ishda deganda maxfiyatlik bormi? Amerikalar haqiqatan uchar kiyim bilan Toshpo'lat odamni bayqaganmidi? Ko'z qarshingizda inkas rayoni qoldirib qo'ying. Keyingi mavzuni ko'rish uchun agishvelishni hargiz unutib qolmang. 1947-yil zarda nima yuz berdi? Amerika haqiqatan uchar kiyim bilan Toshpo'lat odamni jasadini bayqadimi? Yurak besib tushunchangizni inkas rayoni qoldirib qo'ying. 1947-yil 7-oyning 8-kuni Roswellning kulli xabarida havo armiyasining boshlig'i Mashar biz Toshpo'lat odam bilan uchar kiyim bayqadik deb xabar qildi. Lekin 6 soatdan keyinla darajasi texnik yuqori bo'lgan General Roach biz cho'ng xatolikdan birini o'tkazibdik. Biz bayqagan narsa asl bir havo rayini o'lchaydigan havo shari deblik gapni tug'itdi. Mana bu 1947-yilda yuz bergan Roswell voqeasi. Lekin hikoya bu yerda oxirlashmaydi. Tunji uchar kiyimni bayqagan Mike Bryce hayotining oxirida ballarga mana gapdan birini qoldirib qo'ydi. Kechiringlar, men bir cho'ng maxfiyatlikni saqlab keldim. Ular meni majburlagan. 1947-yil yuz bergan ishning hammasi rost. Havo armiyaning boshlig'i Mashar mu xotirasidan mana gapdan birini qoldirib qo'ydi. Bu aslida dunyoni o'zgartiradigan bir bayqash edi. Men ularning nimishqa bunday qilganini bilmayman. Ko'pincha odamlar bu ishga elan faqat quruq gap so'zlatadi deb tushundi. Balkim siz ham ishdan o'ylab qolishingiz mumkin. Sizningcha bu ishga elanning degani rostmidi? Va sizga eng kuchli ega bir sifatdan birini ko'rsatib qo'yay. 1980-yilda Toshpo'lat odamning balig'i ishindigan bir elin osh vaqtida tortgan marosimga diqqat qildi. Bu rasmni tortgan vaqti bo'lsa 1947-yil 7-oyning 8-kuni. Bu vaqtdagi bo'lsa General Roach. Yen terpidagi havo armiyasining boshlig'i Mashar. Diqqat qilib qolsangiz General Roachning qo'lida bir tal qog'oz bor. Bu qog'oz bo'lsa ayni vaqtda tushirilgan buyruq qog'ozi. Ayni vaqtdagi texnik cheklik uchrab, bu rasmga qancha kuchsima hech qanday uchurga erishamagan. Vaqt 2006-yil kelgan vaqtida Kuris sizmini yeshish mutaxassisi David Rodiak men 3 yil vaqt sarf qilib, bu qog'ozga 80% mazmunni men yechib chiqdim deb e'lon qildi. Bu mazmun to'g'ri yo'llangandan keyin Roswellda yuz bergan ishlar yana bir qatim vayron qog'ozdi. Mana bu shu vaqtda tushirilgan buyruq qog'ozining mazmuni. Jiddiy uqtirish,
Bayqalgan narsa bir uchar kiyim. Bu haqiqatan bir yangi bayqash. Tushib ketgan joydagi barliq uchar kiyimning parchalarini darhol 8-havo armiya bazasiga yo'tganlar. Uchar kiyimda hayotlik bayqaldi. B-29 siyosiy 47 da transport aeroplanda yaqindagi havo armiya bazasiga yo'tganlar. Andan havo shahridan foydalanib bu ishni tushuntiringlar. Mana bu Rosverda haqiqatan Tashpiladadan bayqaldi degan bir cho'ng sifatdan birisi bo'lib qoldi. Lekin hikoya yalni bu yerda oxirlashmaydi. 2007-yili 9-ayning 14-kuni jiddiy qutqizishga qatnashgan sestra Mark Aroyi 83 yosh vaqtida barliq ishlarning haqiqiy ahvolini aytishga qaror qildi. Uchar kiyimda haqiqatan hayotlik bayqaldi. Ham bir Tashpilot odam hayot qolgan. Yurak besib manga aksiyolishni unutib qolmang. Keyingi mezmunni hozirlik chiqirma. Bireli ayrimxonamdan manda bir savol so'rabdi. Tashpilot odam nimish Amerikal bayqildi? Nimishga doim Amerikal tushidi? Meni u yerni o'g'si tushimamdi. Nimish Tashpilot odamni obraz mishnasat. Andekin Amerika tush degandan qanday paranglishidi? Tashpilot odami ingliz so'zlamdi deb so'rabdi. Bu tipdagi savolni Rasululloh so'g'ali bekchiq. Endi bu yerda meni o'zimning tushunchini sillik so'zlab beray. Birinchi savol: nimish Tashpilot odam doim Amerika tushidi? Chunki shu vaqtdagi Amerikaning fan texnikasi degandan nihoyat yuqori o'rinda. Fan texnikaning taraqqiyotini kuzatish uchun shunlashqa doim Amerika tushidi. Endi bu yerda qanday paranglishidi desangiz, ular bosh planetdan yer shari kelarigidek texnika bo'lgandikiz. Menimcha paranglish deganni o'ylash uchun nihoyat oson. Bu yerda Tashpilot odamning obraz nimish manda bo'ldi desanglar, bu savolning javobi bo'lsa 1947-yil yuz bergan Roswell voqeasi. Ash vaqtda bayqam Tashpilot odamning obrazi bo'lsa mishnakan. Shundan keyin Tashpilot odamning obrazi muqimlashib bo'lgan. Mayli siz Tashpilot odam ishini ya ishonmang, bu filmni faqat bir hikoya o'rinda ko'rsangiz bo'ldi. Keyincha texnik yaxshi o'qigan hikoyani so'zlab berman. Yurak besib aksiyalishni hargiz unutib qolmang.